15-may Butunjahon oila kuni. Birinchi prezidentimiz tashabbusi bilan 15-may 1994-yildan beri oila kuni sifatida nishonlanib kelinmoqda. Oila bir xalqning, millatning davomiyligini saqlaydigan, milliy qadriyatlarning rivojini ta'minlaydigan, ya'ni avlodni dunyoga keltirib, uni ma'naviy, jismoniy, barkamol avlod qilib tarbiyalaydigan jamiyatning asosiy mezoni, muqaddas mezoni hisoblanadi. Shunday ekan, mustahkam oila barpo etish barchamizning eng oliy maqsadimizdir. Katta narsa hayotda o'zi har bir insonda bu oila. Oila men uchun muqaddas. Muqaddasligi shuki, avvalambor qayerda ishlashining qat'iy nazar, kim bo'lishining qat'iy nazar. Agar oilada tarbiya, oilada muhit, oilada halollik, munosabat, tarbiyaga alohida e'tibor bermasang, hech qachon natija bo'lmaydi. Shuning uchun odam baxtliman deyishga qancha haqqi bor. Agar oilang bilan sen baxtli bo'lsang, baxtli deyishga seni haqqing bor. Faqat oilam baxtli bo'lish emas, xalqim baxtli bo'lsa, men o'zimni baxtli deb bilaman. Agar bilsangiz, 15-may kuni butun dunyo bo'ylab oila kuni tantanali ravishda nishonlandi. Oila bu nima? Har bir insonning hayotida oila juda muhim. Oila bu nafaqat insonlar, balki sizga yordam beradigan, aziz insonlar, har doim sizga yordam berishga tayyor bo'lgan insonlar bu oiladir. Oila bu sizning kichkina dunyoyingiz. Unda hamma narsa tushunarli, tanish va qimmat. Haqiqiy oila faqat qarindosh bo'lishdan ko'proq narsa. Bu o'zaro sevgi, munosabat, bir-biriga yordam berish haqiqiy oiladir. Bu bug'ularning ertaklari va mazali piroglari. Bu onaning g'amxo'rligi, otaning yordami va e'tibori. Oila bu birinchi o'rinda bir-biriga ishonchni anglatadi. Biz ota-onamizga ishonamiz, hamda ota-onamiz bizga ishonchadi va hokazo.